Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, gilamlar 300 do'koni obunachilari. Ko'pchilik odam adres bo'yicha so'rab turibdilar. Urganch Ko'rlan yo'li, Avtoalam Kapital bankning to'g'risida bo'ladi. Bu yanimiz Gazel avtosalon, bu yanimizdan kelsanglar Turk bozor Inadan o'tgandan keyin, metan zapravkadan o'tgandan keyin do'konimizda hozircha nasiya savdo amaliyoti turibdi. Bu nasiya savdomiz Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Beruniy 4 yo'l, Mang'it bemalol kelib turib, nasiya savdo orqali xarid etaverasizlar. Ko'p odam metrazadan so'radi. Metrazlarimizdan xudo xolosa bir qator ko'rsatib o'tamiz. Endi 81, 121,5, 2,5 3 bo'ladi. Baholari hamda ipek kiramlarimiz ham bor, sifatlari zo'r. 160-170 satilgan, hozirgi kunda 150 tushirib qo'yibmiz. Keyin hamda 150-140 satilgan ipeklarimiz 120 ming so'mga tushib turibdi. Bular 200 ming so'mdan, hamda ko'rib turganlarimiz 130 ming so'mdan har bir kvadrati. Eminning dizayndagi kavralarimiz ham bor. Bu yerda ko'rib turgan hamma gilamlaringizni do'konimizga kelib turib, bemalol nasiya savdo qarzini olib ketsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Keyin gatoy g'ollarimiz ham bor. Buni bizning profilimizga obuna bo'lib, kerak ko'rsanglar tayyor g'ollardan ham bor. Ko'p odam metraz so'radi, shuning uchun ko'rsatib turibmiz. Bunda kavralalarimizni bahosi arzonroqlari bor, 70 ming so'm bo'ladi. Masalan, do'konimizga kelib turib, işte 70, 100, 80 ming so'm necha so'm bo'ladigan bo'lsa hisoblaymiz. Necha so'm chiqadigan bo'lsa, o'z narxini bo'lib to'laysizlar. Üstüne üstleme yo'q. Bu g'ollarimiz yana 60 ming so'm bir kvadrati. Masalan, 10 kvadrat alsanglar 600 ming so'm. Shuni 6 aya bo'lib olasiz. 100 ming so'mdan to'laysizlar. Undan tashqari bu yerda ko'rib turgan hamma gilamlaringizni shu tartibda aytib beraveramiz. Foiz, peniya üstüne mindirishma yo'q bizada. Olib yurgan klientlarimiz o'zi biladi. Bundan tashqari g'ollarimiz ham bayna. Eng zo'r kastodagi qalin ipek gilamlarimiz bor, sherslari bor. Yana hammasi bo'lonbasida turibdi. Bemalol bu g'ollarimizdan nasiya savdo orqali olaverasiz. Keyin siz koridor, dalollar uchun ham bunda turkman pechatlarimiz ham bayna. 1 metrlik masalan, qaranglar. Görüp tomosha etib, liboyini so'rab kelaverasizlar. Bir kvadrati 80 ming so'm. Yeni 1 metr. Bularniki 60 ming so'm bo'ladi. 80 sant bo'ladi. Masalan şu 800 ming so'mlikdan o 80 ming so'mlikdan 10 metr olsanglar 800 ming so'm bo'ladi. 8 aya 100 ming so'mdan to'lasanglar bo'ladi. Bular 60. Bundan ham 10 metr olsanglar 600, 6 aya beramiz 100 dan to'laysizlar. Undan tashqari heminillar obayning kvadrat 200 metr 160 ming so'm. Heminillar oba 200 ming so'm. Heminillar oba 150 ming so'm. Bular oba 130. Heminillar oba 100 har xildan. Do'konimizga kelib, tanlab olaverasizlar. Qavrollarimiz yana ham 4 metr, 4,5 metr, 5 metr. Xullas, hamma razmerlari bor. Bular ham chisten original zollari bo'ladi. Her bir kvadrat 200 ming so'm. 3'e 4 atib kestirib olsanglar 2,400 ming so'm bo'ladi. 12 aya bo'lib bersak oladi, 200 dan to'lab berasiz. Bunda 300 ming so'mliklar ham bor. Aytganimizning kvadrati 50 ham bor, 80 ham bor, 100 ham, 200 ham bor. Koridorlarimizga keladigan bo'lsak, birinchi turgan mavi svetimiz bahosi arzon chiqadi. 100 ming so'm bir kvadrati. Mana 10 metr olsang 1 million bo'ladi. 1 millionni o'zini bo'lib to'laysan. Xullas, necha xoli olsanglar shuni o'zini bo'lib to'layverasiz. Bular 5 metrliklarimiz bo'ladi. Ko'p odam ne standarti yo'q dedi-ku, bizda bor, tayyor. 12 aya nasiya savdo beraveramiz. 1, 2, 3, 4, 5 deyindan ham 5-6 xil variantlari bor. Bir kvadratı bular ham 70, 80, 100, 150, 200, 300 har xil bo'lib ketaveradi. Bunda yana boshqacha dizaynlardan ham bor. Bular ham 5 metrlik bo'ladi. Bunda dik turganlar ham bor. Siniy svetlaridan ham bor. Hemen dizaynda ipek kiramlarimizdan ham bor. Bular ham sifati zo'ri, chiste original bo'ladi. Ko'p odam siniy svet so'rab turadi. Yana siniy svetdan komplektlar bor. Bemalol bular ham nasiya savdo orqali olaverasizlar. Undan tashqari yana bir vazn aytib o'tamiz. Bizda masalan klientlarimiz keladi-ku, bir ruloni o'zi 30 metr olib keladi. Masalan, har kim kerakini kestirib olgandan keyin
4 metr, 3 metr, 5 metr qilib ketgan kuzoklarımız oladı. Şularni dik yarı baxasına çürük qo'yibmiz. Agarda kimdir razmeri to'g'ri kelsa, berib beramiz yana. 3 metr, 4 metr bo'lib qolib ketganlari. Shunda yana uyilib turibdi. Uylaringizni ehtiyoji mabodo o'lchab kelasizlar. Masalan, 3 metr, 2,5 metr, 2 metr, 4 metr qollari bor. 100likini olsanglar 50'ye bo'ladi, 50'likini olsanglar 25 bo'ladi, 40'likini olsanglar 20 ming so'mdan ham bosh qilib variant ko'p. Ular ham kichkina xonalar, koridorlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni deski xonalar, kuxna bo'ladigan bo'lsa, shularni olsanglar bo'ladi yarı bahasına. Keyin ularni ham 3-4 oy nasiya savdo etib beraveramiz. Hollarimiz ko'p, hammasi yana paketida turibdi. Hollarimiz, metrajlarimiz ko'p. Dükkanımıza gelsanglar, hammasini tushuntirib, chiroyli, zo'r narxlarda qo'ldan kelganicha qaytib arzara qatib berishga harakat etamiz, xudo xolasa. Buni olish uchun pasport plastik olsa bo'ldi. Boshqa hech qanday qo'shimcha dokument so'ralmaydi. Yana hozir ham tikish ishlari bo'lib turibdi. Hozir eng g'oli oladigan vaqt arzon, baholar ham arzon. Metrajlarimizda ishning rasvetkalaridan ham bor. Mini svetlar ham bor, tozagan mini sveti bor, bordoyi bor, bulardan bor. Keyin taftin arkasi utoplenniy bor, bu o'zlarimizdan ham bor. Sini svetlaridan ham bor, variant ko'p. Yonboshlarini ham tikib, zo'tib, chiroylatib beraveramiz. Bunda oboy gullar ham bor, xohlasanglar. Bunda haytek, oboy gul, sini svet. Dükkanımızın görünüşü, variantlarımız ko'p. Yana metrajlarimizda bunda kofe svetlari, molosniy, seri svet, chatmoq har xillari bosh qilib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan keyingi videomuzda tayyor hollarni ko'rsatamiz. Bir qator